Assalomu alaykum gruppamiz kuzatuvchilari. Mana bizda mana shu mahsulotimizdan ajoyib natija, shunaqa super, bilasizlarmi? 3 yil oldingi kuygan dog'ni ketkazib yaxshi bo'libdi. Farzandlarini o'zlaridan eshitamiz. Mana bolachalari. Bundan nima natijalar ko'rdingiz? O'zingizdan bitta eshitaylik. Zo'r natija ko'rdim. Men boshida videolarni ko'rib ishonmagandim. 3 yil bo'lgan kuyganda yuzida dog'i bor edi. Mana har kun surtayman, har kun kechqurun, ertalab yuvamiz. Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Natija zo'r. Tavsiya qilaman. Necha yil oldin bo'lgan dedingiz buni? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'lgan. Ana 1 oy, 2 oy bo'ldi endi ishlatganimga. Вообще zo'r, super. Super. Super, zo'r ana. Shunaqa mahsulotlarimiz ham meni xursand qiladi. Yuzida qolmadi deyarli. Zo'r. Natija zo'r. Tavsiya qilaman hammaga shundan. Zo'r ana mahsulotlarimiz super. Ham mana shunaqa foyda ko'rsin mahsulotlarimizdan biz ham xursand bo'lamiz.